Shoh, bugungi mashg'ulotimizda men sizga braille mashinkasini qanday ishlatishni qisqacha tushuntiraman va keyingi darslarda yana uni ishlatishni o'zingiz mustaqil yana o'rganib olasiz. Yana keyingi mashg'ulotlarda mashqlar bajaramiz bu orqali. Hozir men sizga mana shu braille mashinkasi qanday ishlatilishi to'g'risida birozgina ma'lumot beraman. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, braille 6 nuqtadan iborat, to'g'rimi? Braille alifbosi. Mana shu uchun bu yerda hozir bir nechta nuqtalarni tashkil qilish uchun tugmachalardan iborat. Demak, bizni tezroq o'rganishimiz uchun markazdan boshlaymiz. O'rtadagi tugma bu bitta xona tashlash uchun kerak bo'ladi va tugmaning chap tarafdagi nuqtalar markazdagi tugmaning chap tarafi bor, o'ng tarafi bor. Chap tomondagilari, demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi nuqtalar va mana shu markazdagi nuqtalarning o'ng tomondagisi 4-chi, 5-chi, 6-chi nuqtalar hisoblanadi. Tushundingizmi?